Bitta kanalga xush kelibsizlar. Bugun biz Python kurslarimizning 37 darsini olib o'tamiz va 37 darsimizning mavzusi bizda 36 darsda o'tilgan tasodifiy argumentlarni ikkinchisi hisoblanadi. Ya'ni biz 36 darsimizda aytib o'tgandek, tasodifiy, ya'ni arbitrary argumentlarimizni bizda ikki xil bo'lim, ya'ni to'plam bo'ladi. Ular esa args va keywords hisoblanadi. Va biz o'tgan darsimizda args haqida alohida bir misol ko'rdik va keywords haqida alohida misol ko'rdik. Va bugungi darsimizda esa biz ikkalasini bittada qanday qilib, ya'ni bitta kodni ichida ikkalasini birga yozishni o'rganamiz. Xo'p, birinchi bu biz defaultga biror bir misol keltirishimiz kerak bo'ladi. Masalan, keling yana bir marta manzil, ya'ni adresga misol keltiramiz va uni ochamiz. Va buning ichiga esa biz birinchi bo'lib args yozamiz va virgul qo'ygan holda ikkita yulduzcha qo'yib keywords yozamiz. Va keyingi qiladigan ishimiz esa for args in keywords, yo'q, ya'ni for arg in args, ya'ni for in args, ya'ni argimiz argsni ichida bo'lsa, hamda ikkita nuqta qo'yamiz va biz o'tgan darsimizda o'tgan argsga tegishli kodni yozdik. Ammo tepada bizda keywords ham turibdi va biz pastdan print qilamiz. Print args virgul uning tugashi teng bo'lishi kerak bo'shliqga. Va endi biz pastdan nima qilamiz? Endi biz keywordsga misol beramiz. Ya'ni for value, ya'ni qiymati, kaliti emas, qiymati in keywords nuqta values, bu bizni kodimiz hisoblanadi, ya'ni funksiyamiz hisoblanadi. Biz buni o'tgan darsimizda o'tganmiz. Biz bunday qilishdan oldin biz yana mana bu yerdan print bo'shliq qilishimiz kerak, ya'ni bizning keywordsimiz, kalit so'zli argumentlarimiz pastdan alohida yozilishi uchun qilamiz va endi pastdan biz printni mana bu yerga olib o'tamiz va endi biz pastdan valueni ham print qilishimiz kerak bo'ladi. Print value virgul va uni ham tugashini bo'shliqqa qoldiramiz va endi biz pastdan aynan manzil nimaga tengligini yozishimiz kerak bo'ladi. Manzil deymiz va uni qavs ochamiz. Xo'p, birinchi bu biz aynan argsga, ya'ni kalit so'zsiz bo'lgan narsaga ma'lumotlarni yozib chiqishimiz kerak bo'ladi. Masalan, birinchi bo'lib ko'cha. Ya'ni biz mana bunday ko'cha teng mana bunday deb yozmaymiz. Ammo birinchi bo'lib biz argsga, ya'ni oddiy argumentlarga, ya'ni ular kalitsiz bo'lgan ma'lumotlarni bizga o'tkazib berganligi sababli biz unga shunchaki ma'lumotlarni yozishni boshlaymiz. Masalan, birinchi bo'lib Toshkent deb yozamiz. Toshkent faqatgina shahar bo'lishi mumkin, boshqa narsa bo'la olmaydi. Hop, keyingisi esa masalan Korzinka. Ya'ni Korzinka magazini. Korzinka magazini ham bu manzil hisoblanadi. Ya'ni masalan biz biror bir uyni emas, bu masalan magazinni qilmoqchimiz. Va endi biz ikkita aynan argsga misol yozdik va endi biz value qo'yib tagidan unga keywordsga misol yozishni boshlaymiz. Masalan, endi keling birinchi bo'lib ko'chasiga misol yozamiz. Ko'cha teng qilamiz, ya'ni biz masalan bu yerga masalan Oqtosh deb yozadigan bo'lsak, Oqtosh degan masalan tuman yoki kichik shaharchalar ham bo'lishi mumkin. Ammo biz aynan Oqtosh ko'chaga tengligini biz aloqador qilib yozamiz va keyingisiga esa ya'ni uy manzil, ya'ni Korzinkani ham qaysidir uyga tegishli bo'ladi va qandaydir binoga tegishli, ya'ni o'sha binoning nomer manzilini yozishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz uy deb yozamiz, tenglik qo'yamiz, unga masalan 1 2 3 deb uyning raqamini yozamiz. Va pastdan biz yana bitta keywordsga misol keltirishimiz mumkin. Masalan, qavat deb yozamiz. Masalan, nechinchi qavat? Korzinka 2-chi qavat bo'lishi mumkin. 2 deb yozamiz. Va endi ko'rib turganingizdek bizda barchasiga misol keltirildi. Ya'ni bizning argsimizga mana bular va keywords esa kalitsizlik argumentlarimizga biz aynan mana bularni misol tariqasida keltirdik va mana bu yerga ham mana bunday ikkita nuqta qo'yamiz va bu yerga ham ikkita nuqta qo'yamiz. Bunga shart emas. Aynan biz mana bu manzilni orqaga ko'chirishimiz kerak bo'ladi. Buni ham orqaga ko'chiramiz va bizda bular aynan joyiga tushdi.
namna qilamiz va bizga qizil nuqtachamiz ham o'chdi. Va agar endi biz buni tekshiradigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, bizda barchasi mana bunday qarslar ichida Toshkent, Korzinka, Oqtosh 1, 2, 3, 2 bo'lib chiqib keldi va hozir esa biz bularni to'g'irlaymiz. Va biz bularni to'g'irlashdan oldin birinchi bo'lib keling mana bularni salgina chiroyliroq qilib yozamiz. Buni pastga tushiramiz va aynan mana bularni ko'cha, uylarni alohida mana bunday qilib yozamiz. Bunday qilamiz va ularni mana bunday tagma-tag qilib chiqamiz va ular bizga ancha chiroyliroq bo'ldi. Keling, buni ham biz mana bunday tagma-tag qilib qo'yamiz va ular aynan ketma-ket tarzda bo'ldi va chiroyliroq bo'ldi. Va endi biz bularni to'g'irlagandan so'ng va mana buni ham arkga fordan keyin biz printni ark qilamiz va endi bularni tagma-tag qilib oldik, chiroyli bo'ldi va endi biz buni tekshirsak, ko'rib turganingizdek, Toshkent, Korzinka, Oqtosh 1, 2, 3 degan javob chiqib keldi. Va keyin endi biz bularni joylashuvini chiroyliroq qilamiz. Masalan, biz birinchi bo'lib Toshkent, Oqtosh 1, 2, 3 va 2 degan ma'lumotni chiqarmoqchimiz va uni tagidan esa Korzinka yoki Toshkent, Oqtosh 1, 2, 3 tagidan Korzinka 2 deb chiqaramiz. Va buning uchun biz mana bu yerdan for loopni olib tashlashimiz kerak bo'ladi. Olib tashlagandan so'ng pastdan biz yozishimiz kerak bo'ladi. Print yozamiz. Format belgisi, chunki biz hozir o'zgaruvchanlik linklarni unga joylashtiramiz. Mana buni ochamiz va keywords deb yozamiz. Ya'ni bizda hozir aynan mana keywords to'plamimizga bizga ko'cha, Oqtosh va qavat 2 hisoblanadi. Ya'ni keywords to'plamining ichiga, ya'ni o'zgaruvchanlik linki desak ham bo'ladi. Uning ichiga ko'cha, uy va qavat kiradi. Arks to'plami ichiga esa Toshkent, Korzinka kiradi. Va endi biz keywords nuqta, ya'ni biz funksiyamizdan foydalanamiz. Ya'ni to'plamdan biz bir ma'lumotni olib chiqmoqchimiz. Buning uchun esa biz get funksiyasi hisoblanamiz, ya'ni ishlatamiz va uning ichida getni ishlatgandan so'ng esa biz mana bunday bittalik qavslarni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ikkitalik emas, bittalik qavslarni qo'yamiz va aynan biz endi keywordsimiz ichidan qaysidir ma'lumotni olishimiz kerak bo'ladi. Masalan, biz Oqtoshni olmoqchimiz. Bu yerga esa biz Oqtosh deb yozishimiz kerak bo'ladi. Va endi keling biz javobni ko'radigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, bizda non chiqib qoldi. Hozir biz buni to'g'rilaymiz, chunki buning sababi esa biz oqitish deb yozdik. Bunda xatolik hisoblanadi va yana bir narsani hisobga olish kerakki, biz aynan keywordsni ishlatayotganligimiz sababli bizda aynan ma'lumotlar emas, biz aynan kalitlar bilan ishlashimiz kerak bo'ladi va birinchiga biz Oqtosh aynan bizga bu qiymat nimaga tegishli? Aynan ko'cha kalitiga tegishli. Shuning uchun ham biz bu yerga ko'cha deb yozishimiz kerak bo'ladi. Va endi biz ko'radigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, bizda Oqtosh alohida yozildi va qolganlari hozircha olinib turibdi. Ya'ni yo'q bo'lib turibdi va keling endi ularni pastdan yozishni davom ettiramiz. Biz pastdan yana bir marta print qilamiz. Print endi masalan ikkinchi qatorda korzinkani o'tkazamiz. Format belgisi. Va biz Toshkent, Korzinka bizda nimaga joy o'zgarmadi? Buning sababi esa bizda ular, ya'ni argumentlar hisoblanadi, kalit so'zlar emas. Va biz keyword ma'lumotlari bilan esa biz shunchaki kaliti bo'lgan ma'lumotlarni o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi va keling, shunchaki biz ularni birinchi bo'lib Toshkent va bu yerga Oqtosh deb yozamiz. Oqtosh ko'chasi. Oqtosh deb yozamiz va aynan ko'chaligini bilib turishimiz uchun masalan ko'ch deb yozamiz, nuqta yoki street, ya'ni st Oqtosh deb yozadigan bo'lsa, bizga barchaga ko'proq tushunarli bo'ladi va buni biz oxirida yozsak ham bo'lardi, ammo biz boshidan yozdik. Va endi biz ko'cha emas, aynan joy deb yozamiz yoki manzil deb yozsak ham bo'lardi va buning ichiga esa biz Korzinka deb yozamiz. Korzinka va vergul qo'ydik, uy 123 va endi biz hozir qiladigan bo'lsak, bizda non bo'lib chiqib keladi va nonni sababi esa bizda aynan ko'cha degan kalit yo'q. Ya'ni bularning orasida ko'cha degan kalit yo'q. Shuning uchun esa bizda non, ya'ni hech narsa degan ma'lumot chiqib keldi. Va endi keling, Toshkent Street Oqtosh, mana bu yerdan vergul qo'yamiz Toshkentning oldidan. Va Toshkent shahri Oqtosh ko'chasi bo'lib turibdi va endi biz aynan mana buni o'rniga uyni manzilni qo'yamiz, ya'ni uy 1, 2, 3-uy. Uy deb yozamiz. Va biz aynan mana bu yerdan uy 2 ta nuqta qo'yishimiz ham mumkin bo'ladi. Probel qo'yamiz va ko'rib turganingizdek, bizga uy 1, 2, 3 chiqib keldi va endi buni pastidan esa, ya'ni mana shu tagidan bizda yoziladigan narsa bizda nima bo'ladi? Joy bo'ladi.
yoki qavat bo'ladi. Keyin birinchi joyini yozamiz. Mana buni kopировать qilib olamiz. Ctrl C, Ctrl V qilamiz va keywords get mana buning ichiga uy emas, endi joyini yozamiz va bizda korzinka degan chiqib kelishi kerak. Ko'rib turganingizdek korzinka va biz buni oldidan virgul qo'yamiz va ayni xuddi shuni yana bir marta qo'yamiz va uni oldidan esa qavat deb yozamiz. Va ko'rib turganingizdek bizda Toshkent, Oqtosh ko'chasi, uy 123, korzinka 2. Ya'ni korzinka ikkinchi qavatligini bilish uchun biz chiziqcha qavat deb yozib qo'yamiz. Ko'rib turganingizdek bizda Toshkent ko'chasi 123-uy, korzinka 2-qavat. Ya'ni biz aynan args va keywordsni aralashtirgan holda biz mana bu yerga, ya'ni bitta manzil, bitta to'plam ichiga biz ham args kolleksiya lug'atini va keywords kolleksiya lug'atini biz birgalikda aralashtirdik va aynan bizda kalitga ega bo'lgan keywords ma'lumotlarini biz joylarini aynan mana shu tarzda o'zgartirib chiqdik. Xo'p, bugun darsimiz shu narsalardan iborat edi. O'ylaymanki, bu dars sizga juda ham foydali bo'ldi. Ya'ni endi siz qanday qilib bitta kod ichida ham args, ham keywords, ya'ni kalit so'zsiz ma'lumotlardan foydalanadigan, ya'ni args argumentlar va kalit so'zni talab qiladigan, ya'ni kalit so'zli argumentlar bilan ishlaydigan keywordslarni ko'rib chiqdik va siz yana bir marta eslatib o'taman, bu kodlarga faqat o'zingizga qulay bo'lgan narsalarni ham ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni args args va keywords bu aynan bir aniq kod hisoblanmaydi. Siz uni o'rniga yana boshqa o'zgaruvchanlik linkini qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, to'plam deb qo'yishingiz mumkin va keyword bo'lsa, ke to'plam deb yozishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, o'ylaymanki, bu dars sizga juda ham foydali bo'ldi. Agar siz bu videorolikni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, arizada Speed kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Hammaga xayr.